Aholi o'rtasida kitobxonlik va kitob mutolaasini yuksaltirishga qaratilgan tadbirlar Sho'rchi tumanida ham o'tkazildi. Tuman axborot kutubxona markazida haftalik doirasida 125-sonli Nurli maskan ixtisoslashtirilgan maktab-internati o'quvchilari va kitobxonlar o'rtasida davra suhbati bo'lib o'tdi. Tadbirda so'z olganlar tumanda faoliyat olib borayotgan axborot kutubxona markazi, maktab va mahallalardagi kutubxonalarda qariyb 100 mingga yaqin kitobxonlarga xizmat qilayotganligi, eng quvonarlisi ularning soni kundan kun oshib borayotganligi haqida to'xtalib o'tildi. Kitobning inson hayotida tutgan o'rni va mamlakatimiz taraqqiyoti, uning ertangi kuni ilm tafakkuri yoshlar qo'lida ekanligi haqida fikrlar bildirildi. Tashkil etilgan kitoblar ko'rgazmasi tadbir ishtirokchilarini yana adabiyotlar bilan tanishtirishda muhim ahamiyat kasb etdi. Bizning kutubxonamizda 75 mingdan oshiq badiiy adabiyotlar, siyosiy adabiyotlar va turli xil fanlarga va sohalarga oid bo'lgan adabiyotlarimiz mavjud. Bu adabiyotlarimiz esa yildan yilga yangi badiiy adabiyotlar qo'shilib, fondimizni boyitish maqsadida har xil aksiyalar yoki kitob sovg'a qilish marafonlarini rejalashtirganmiz shu qatori. Aytish kerak, bugungi kunda tuman axborot kutubxona markazida 75 mingdan ortiq turli badiiy va ilmiy adabiyotlar saqlanib kelinmoqda. So'nggi yillarda kutubxona uchun 2825 dan ziyod yangi adabiyotlar keltirildi. Hozirgi kunda tuman axborot kutubxona markazining 20 ming nafardan ortiq doimiy foydalanuvchilari bor. Shu markaziy kutubxonaga necha yildan beri a'zoman. O'zimda 12 ta nevaram bor. 6 tasini a'zo qilganman. Birga olib kelaman, birga olib ketaman. Kitob sevgan inson yaxshi inson bo'ladi. Yoshimiz 70 ga boryapti. Hozir ham izlanishdamiz. Talan 6 ta kitob olib kelsam, 6 kitob o'qib, yana kelib yana 6 ta kitob ketaman. Oyda oxirigacha 12 ta 15 ta kitob o'qiyman. Xuddi shunday ma'naviyat tadbiri tumandagi maxsus ko'zi ojizlar kutubxonasida ham tashkil etildi. Tadbirda folklor jamoalar ham ishtirok etib, ular ijrosidagi kuy va qo'shiqlar yig'ilganlarga ko'tarinki kayfiyat ulashdi. Sho'rchi tuman ko'zi ojizlar kutubxonasi 2000 ta fonddan iborat kutubxonamizda Braille yozuvdagi adabiyotlar, keyin sog'larcha adabiyotlar va gapiruvchi adabiyotlar mavjud. Ko'zi ojizlar maktab internatiga kitob eltib berish xizmatlarimiz mavjud bizning kutubxonamizda. Bu kabi ma'naviy ma'rifiy tadbirlarning o'tkazilishi aholining kitobga bo'lgan mehr va qiziqishini oshirish, bilimdon yoshlarni rag'batlantirish, kichkintoylar qalbiga ilm, ma'rifatga mehr uyg'otishda muhim ahamiyat kasb etadi.